Assalomu alaykum hurmatli ustozlar. Navbatdagi savolimiz kodlashga doir. O'qituvchilar olimpiadasida viloyatda tushgan savol. Aytyapti, quyidagi ASCII kodlash jadvalining bir qismi berilgan. Quyida ushbu jadvaldan foydalanib, kuchukcha deb aytamiz endi biz, belgisining o'nlikdagi kodini toping. Jadvaldan bir qism keltirilgan bu yerda. Odatda o'zi jadvalda avval ustun, keyin qatorlar soni aytilardi. Endi bu yerda e'tibor bersangiz, bizani kuchukchamiz 4-qator birinchi ustuni joylashgan. Uzr, 0-ustuni joylashgan. Biz 0 deb aytadigan bo'lsak, ya'ni 4-qator 0-ustuni joylashgan. A, Endi bu aytilgan raqamimiz odatda 16 likda bo'ladi. Ya'ni indeksda 16 bo'ladi. 16 likdagi 40 ni biz o'tsak 10 likka, buning kodi kelib chiqadi 10 likdagisi. Hop, ana bu 0-razryad, 1-razryad. 16 ning birinchisi 16, ko'paytiraman 4 ga, qo'shaman 16 ning 0-si 1, 0 ga ko'paytirsam baribir 0. Uni yozishim shart emas. Bu bo'ladi bizda endi 64. Ya'ni buning kodi haqiqatan ham 64 ekan. Endi isbotlash uchun aytib ketadigan bo'lsak, odatda biz hammamiz yodib ketgan A ning kodi 65 bo'lishi kerak. Ya'ni alfabetlar alif o'sha A dan boshlanadi. To 26 ni qo'shsak, harfni qo'shsak, ya'ni kichkina a'imiz 97 dan boshlanadi. 122 gacha va hokazo. Endi katta A ning kodi 65 bo'ladigan bo'lsa, agar biz shunaqa olsak 41 bo'lsa, 41 ni biz 16 likdan 10 likka o'tsak, 0-chi 1-razryad qilib 16 birinchisi ko'paygan 4 qo'shilgan 16 ning 0-chisi ko'paygan 1. Xo'sh, 16 ning 4-chisi, birinchisi 16, 4 ga bo'lsak 64, 16 ning 0-chisi 1, 1 ga bo'lsak baribir 1. Ikkasini qo'shsak 65. Mana o'sha 65 chiqdi. Lekin bizning savolimizdagi javob hozir bu yerda bizdan kuchukchani so'ragan 64 bo'lar ekan. Tushunarli bo'lsa